Assalomu alaykum. Bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Необычный juda ham zo'r joyda joylashgan, Novostroykan zo'r ekan, balkoniga chiqib mazza qilib oldim. Mana suv, prirodani qaranglar, suvni oqishini qaranglar. Balkonni kattaligini qaranglar. Po'g'on shunaqa graylanib balkon tushgan ekan. Rosa ham zo'r. Suv choboda shunaqa zo'r bo'lyapti. Hozir kun issiq paytlar. Balkonni ko'rasizlar. Suv shunday oqib o'tib ketadi. Xullas, Qoraqamish, Olmazor tumani 1-2 damiz soy bo'yi. Ko'pchilik Jukovskiy bilan yanishtiryapti. U joy emas, Jurjoniy bilan yanishtiryapti. U joy emas, boshqa joy. Bu yoqdan chiroyli aleya qilishayotgan ekan, aylanadigan joy qilib qo'yishadi. Suvni bo'yidan ertalab vaqtli turib прогулкаga chiqsangiz ham, kechqurun chiqsangiz ham vahshiy mazza qiladigan joy. Uy Yevroremont mebel texnikasi bilan 3 xona, 2 xona qilib qo'yilgan. Men endi boshqa iloji zaldan boshlab beryapman. Aslida mana shu o'rtadagi devordan bo'lingan bo'lishi kerak. Bitta zal, bitta yotoqxona bo'lishi kerak. Deysiz-ki, ochib yuborib turib bitta katta zal qilib yuborishgan ekan, zo'r yechim bo'lgan. Xohlasanglar to'sib ikkita xona qilsanglar ham bo'ladi, imkoniyat bor bu narsaga. Mana ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qavatda. 103 kvadratdan iborat. Etajimiz 5-qavat. Главный mana kirush eshigimiz, kirushlar bilan tayyor prixoshka shkaflar yasatilgan. To'g'ri kattagina koridor qilingan, dizaynlar juda ham zo'r tanlangan. O'ng qo'limizda o'pishiga garderob qilib qo'yishgan ekan. Ortiqcha narsalarni taxlab qo'ysanglar bo'ladi. Va chap qo'limizda kattagina yotoqxona, ichida garderobning qismi bor. Menimcha bu yo'ni sanuzel qilsa bo'ladi. Endi bitta maslahat qilasizlar. Pastda turbalarni tashlashganmi, men bilmayman. Qo'yarsa bo'ladi menimcha. Yotoqxonamiz ko'rib turganingizda hamma mebel, sebel, hamma narsasi, shkaflarigacha bor. Yaxshi narsalar ishlatilgan. Kattagina. Qaranglar. Oynasi suv bo'yiga qaragan, ochib qo'ysanglar muzdekkina havo, ro'parasida glavniysi dom yo'q. Zalimizni ko'rdik, uni chap qo'limiz katta zal, balkonga chiqib ketadigan eshik. O'pishiga bu yerda sam uzel tashalgan. Dushovoy kabina, rakvina, kir mashina va hojatxonasi juda ham chiroyli chiqqan. Va eng qiziq joyi oshxonamiz ayollar uchun. Kattagina oshxona, xolodilnik, hamma texnikasi bor, hamma jihozlari bor. Shunday kiyim bilan kelib yashaveradigan joyi. Uyimizda xudo xolis 3 ta konditsioner turibdi. Tayyor kelasiz, yashaysiz. O'zingiz uchun kerakli narsalarni qo'yib olasiz. Oynasi, ro'parada dom, bu yerda suv bo'yi. Xo'p, uyimiz 103 kvadratdan iborat, 5-qavat, 10 qavatli bino. Srochniy bo'lib qopti, $117,000. Ozgina o't beradigan joyi bor. Любое время telefon qilsanglar kelib ko'rsatamiz. Yo'qsa xudo xolisa baraka qilsanglar bo'ladi. Yonida xuddi shu devor orqasida yana bitta kvartiramiz bor. Uni ham ko'rsatib ketamiz. Xohlasanglar buni отдельно, xohlasanglar ikkalasini qo'shib turib olsanglar ham bo'ladi. Mana bu uyimiz yonidagi uy 58 kvadratdan iborat. Kirganimizda mana shunday kichkina koridorchi. Xohlasanglar ikkalasini bu narxini hech bilmayman. Ikkalasini olsanglar 190 ming qilib berilar ekan. Xo'p, mana kirganimizda o'ng qo'lda sanuzel. Demak, orqadi boyga ko'rgan uyimizni garderobini yotoq garderob qismini sanuzel qilsa bo'ladi. Nima deganda turbalari yaqin ekan. Xo'p, o'pishiga sanuzel. Bu yog'imizda bitta yotoqxona. Buni ham oynasi suvni bo'yiga qaragan. Voy, mazza. Faqatgina menimcha bu uyga o'zim endi kirib turganim hisobiga balkoni bormi yo'qmi hali bilmayman. Bu yog'imizda mana detskiy qilib yuborishgan ekan. Bu aslida o'zi zal qismi. Buni mebel texnika hamma narsa qo'yapti. Xohlasanglar bilan chiqarib tashlab
Bu yerda zal qilib qo'ysanglar bo'ladi. Buni ham balkonchasi bor ekan, konditsionerlari bor. Balkon qismimiz kichkinagina bo'lsa ham balkon qismimiz bor. Uy zo'r ekan. Nimaga bu yerda oshxona yo'q deyishinglar mumkin? Sababi ikkita uy bitta odamniki bo'lgan, hozir bo'lib sotilyapti. Aslida endi bu uy bir xona bo'lib qolar ekan. Bitta общий mamut studiyniy qilib oshxona zal qilib yuborsanglar bo'ladi. Studiyniy qilib, bu yoni yotoqxona qilib qo'ysanglar, o'shanda zo'r bo'lar ekan. Ikkalasini olgan odamga juda zo'r ekan. Oshxona u yoqda, dam oladigan joy bu yoqda bo'lar ekan. Xullas, общий narxi $190,000. Unisi 118,000, 117,000 dedim, 117,000. Bunisi hech bildir o'zingizlar chiqarib olasizlar. Yoqsa bitta like bosinglar, xudo xohlasa kelib ko'rsatamiz.